Bo'lsa klientlarga bo'lsin, bugunning o'zi jomini ham urib o'ramiz. Endi navbat jomiga ketdik. Birinchi pochinaga assalomu alaykum deb Otabek akamdan boshlaymiz. Keling aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Mikrofonimizni olasiz. Aka, bu safar necha ball to'pladingiz? 16 mingdan ko'p. 16 mingdan ko'p. Yashang. 16 mingdan sovg'alarni urib bo'ldik. Qani bismillah. Bonusiga bitta tortib bering aka. O'zi ochib berasiz aka. Kameraga ham ko'rsatib berasiz. O, ana, akam televizor yutibdilar. Ana aka, marhamat. Qani aka, endi bitta bonusiga ham tortib berasiz. Ko'chiring aka. Yaxshi sovg'am deyman, ko'chkisi kelmayapti aka. Ko'chkiryapti-ku bolam. Bu ana pochin ulandi, televizor yutib oldilar. Tabriklaymiz. Hozir aka, siraj joyida hal qilamiz buni ham. Marhamat aka. Rahmat, salomat bo'ling. Aka, 13 mingga chiqib televizor urib qo'ymoqmidingiz? Yo'q, bundan tashqari o'zigasi uyga yarasha texnikalar olganmiz. Rahmat. Bo'ldi. Bonus sifatida bo'lyapti. Joningiz sog' Baraka bo'lsin. topinglar. Aka, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Bugungi ishlar bo'lasiz. Kayfiyatli yaxshimi? Rahmat. Ballan to'pladingiz. Sovg'alarni yutib oldingiz. Bo'ldi. Endi bonusini gali keldi aka. 3 mingdan oshganingiz uchun bonus xabaringiz bor. Bismillah, torting. Ochiladimi? Mana mashinadan sekin ko'chirib beramiz. Marhamat, ko'rishingiz mumkin. Mini pech yutib oldilar. Hozir aka joyida hal qilamiz mini pechni ham. Mana marhamat aka. Sal og'irroqini qo'yib qo'yamiz buni. Moro bo'lsin aka. Bismillah, torting aka. Nabor instrument yutib oldilar. Ko'rishingiz mumkin. Tabriklaymiz aka. O'z chakras elektrik bo'lsangiz, nabor instrument bilan mazza foydalanasiz bundan buyog'iga. Marhamat aka, sog'ingiz. Yaxshi keldingizmi? Rahmat. Sovg'alarni yutib olishdi aka. Endi sizga galingiz ekan. Qani bismillah. Endigidan tortaman deysizmi aka? Mashtikini shuna ko'chirsangiz bo'ldi. Ana. Bismillah. Ana jub bo'lsindilar. Akam ham nabor instrument yutib oldilar. Elektrik usta bo'lsangiz aka, xudo xolasa total yaxshi brend. O'zingiz ishlab ko'rgan bo'lsangiz kerak, mazza qilib ishlatasiz. Ishlatamiz o'zi. Rahmat kattakon, bizani oila shunchalik aksiyalar qilishyapti. Sinsi kompaniyasiga o'zimiz rahmatimizni aytib qolamiz. Charchamasizmi? Anchadan beri ko'rmaysiz aka? Ishlamiz, yurimiz aka. Joningiz sog' bo'lsin. Balli ham 20 mingdan oshib ketgandir aka? Etmayman aka, hamma. Samarali deb tortib bo'lsa. O'zlari rozi bo'ldilar, mana ko'chirib beramiz. Mini pech bo'ldi. Bugun keling ham xursand bo'ladigan bo'libdi aka. Ha, bayram bilaman. Yaxshi. Ana. Sog'ingiz mana aka. Aka nima yutmoqchisiz o'zi? Nasib qilgan aka. Bismillah, torting qani. Bir xalajinni demaysizmi aka? Chiqib qolmaydimi mana senga deb. Nasib qilgan aka. Uni tortish kerakmi? Albatta, shuni tushunib berasiz. Beli so'z. Mana marhamat ko'rishingiz mumkin. Ana sog'ingiz aka. Bir kuni ham xursand qilasiz. Endi bitta yaqin akamizni chaqiramiz. Fazliddin aka, keling aka. Sizdan doimiy mijozlarimizdan assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Yaxshi keldingizmi? Obyektga ketyaptimi? Bal qancha bo'ldi aka? Hammasi ro'qog'asi. Hammasi bugun 3 mingdan oshibsiz. Mana Latotronga chaqirishibsiz. 3 mingdan oshmagan chaqirmasdik. Qani bismillah. Ochligingiz ham kelyapti sizga aka. Mashinasiga ochib berasiz. O, yana bitta mini pech. Marhamat aka, sog'ingiz. 2 og'iz fikringiz. Hop. Sinsi kompaniyasiga shunaqa tashkiliy ishlar va shunaqa konkurslar qilgani uchun kattakon rahmat. Do'konni ham barcha mijozlarini o'zlarini 10 ming balldan 3 ming balldan oshganliklari uchun Latotron o'yiniga chaqirib, hammalarini sovg'alarini yutib olishdi. Sovg'alarni o'z egalariga topshirib yubordik. Ko'rishingiz mumkin. Endi bugungi Latotron aksiyamizni yakunlab qolamiz. Keyingilarda ham faol qatnashinglar, mana shunaqa yaxshi sovg'alarni yutib olinglar. Hammanglarga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.